Assalomu alaykum, hurmatli Cherry Farg'ona YouTube kanalining ashaddiy muxlislari. Bugun biz sizlar bilan Cherry modellari, uning xarakteristikasi hamda narxlar bo'yicha gaplashamiz. Umid qilamanki, siz uchun bu ma'qul keladi. Birinchi navbatda ko'zga tushadigan narsalar bizda tez drive xizmatlari bor. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Hamma mashinamizda tez drive xizmati bor. Tiggo 2, Arizo 6, Tiggo 7, Tiggo 8 hamda bugungi kunda yangi bo'lib kelgan hammaga yoqayotgan Arizo 8 gibrid mashinamizda ham tez drive bor. Bemalol kelib tez drive qilishingiz mumkin. Hech qanaqa hujjatlar ortiqcha yoki to'lovlar yo'q. Shunchaki bir dona pravani o'ziga tekinga minib ko'rishingiz mumkin. Albatta minganingizdan keyin yaxshiroq tushunasiz. Marhamat, salonga ichiga kirib, modellarimizning narxlari hamda xarakteristikalarini bilan tanishtirib chiqaman. Marhamat. Birinchi navbatda eng arzon hamda eng kichkina bo'lgan modellardan boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin. Tiggo 2 Pro modelimiz. Marhamat. Bu mashinamiz haqida ozgincha ma'lumot berib o'tsak, motorlarni ochib ko'rsataman. Marhamat. Ko'rishingiz mumkin. Tiggo 2 Pro modelimiz bir turbina motori bilan jihozlangan, ya'ni turbinli motor deyiladi. Mashinamiz 3 silindrli bo'ladi. Mashinada 102 ot kuchi bor. Bemalol propan qo'ysalaring bo'ladi. Xo'p. O'pib qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin, orda mordasi juda ham chiroyli qilib ishlangan, ya'ni 3D ko'rinishda ishlangan. Kunduzgi yonib turuvchi faralar hamda dalniy blижний faralar, поворот faralari pastda joylashgan. Nimani hisobiga? Mashinaning o'zi kichkina bo'lganligi uchun yorug'lik yaxshi bo'lish uchun, uzoqni, yaqinni yaxshiroq yoritish uchun pastroqqa joylashtirilgan, chunki mashina o'zi kichkina. Полностью LED faralar, hech qanaqa galogen, sariq-mariq aralashmagan, полностью LED такой chotki bo'ladi. Keyin salon qismiga bir qator nazar tashlaymiz. Oxirida men sizlarga narxlari hamda hozirgi kunda bo'lib o'tayotgan chegirmalar haqida aytib o'taman. Ko'rishingiz mumkin, salonimiz полностью eko kojadan tikilgan bo'ladi. Oldi orqa sideniyalar eko kojadan. Xo'p, bu mashinamizda ruli, oldi ikkala sideniya, oldi laboy, orqa laboy hamda bakoylargacha funksiyasiga ega. Yopilishidan ham ko'rishingiz mumkin, o'zini shuma izolyatsiyasi yaxshi. Ya'ni shumka qilish shart emas. Bagaj qismini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Endi mashinani ba'zilar kichkina bunaqa deyishlari mumkin. Mashinamizning bagaj qismi chuqurligini hisobiga juda ham keng bo'ladi. Bagajimiz 482 litr hajmni o'ziga jamlashtira oladi hamda bunda zapaska baloni dakatka deyiladi, ya'ni kichraytirilgan. Mashinamizda orqa kameralari bor hamda orqa datchiklari bor. Orqaga yurayotganingizda bironta devor yoki narsa chiqsa, real hayotda qancha masofa qolganini bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Balonimiz 17-razmerda, ikki xil rangli lehkosplaniy disklar bilan jihozlangan. Ko'rib turganlaringdek, qizil suportlar bilan jihozlangan. Bu ham mashinaga o'zgacha vid beradi. Buni yaxshi tarafi, oldisi ham, orqasi ham diskiy bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir mashinalarga o'xshab barabanchik emas, diskiy bo'ladi hamda ABS tormoznoy sistema bilan jihozlangan. Shu tormoz sistemaning yana bitta yaxshi tarafi bor. Bunda ESP degan tizim bor. Ya'ni hozir yomg'ir fasli kelyapti, yomg'ir, qor yog'adi, galolot bo'ladi, yo'llar sirpanchiq. Shu holatda mashina balonlari sirpanib ketmasligini oldini oladi bu tizim. Ya'ni bemalol qo'rqmasdan sirpanib ketishdan xavotir olmasdan harakatlanishingiz mumkin. Tiggo 2 ni tan narxi 214 ming 900 ming. Buni agarda naqd yoki avtokredit qilib olmasalaring 25 millionlik skidka bor. Hamda undan tashqari olish yo'llari rassrochka, avtokredit, ligotniy avtokredit, lizing, перечисление yo'llari bilan bexijolat olib ketsalaring bo'ladi. Aytib o'taman, eng kami 15% olib chiqsa bo'ladi mashinani. Marhamat, endi Tiggo 7 Pro modeliga kelsak. Bu modelimizning bitta zo'r jihati bor, menga yoqadigan, ya'ni gazsimon bo'ladi. Hech qanaqasi kech payt ochib olib turib, qanaliga trapeyda yonadi deb oqtarib yotmaysizlar, shu tarafi menga yoqadi. Hamda buni usti yopilgan bo'ladi, ya'ni zashita, hech qanaqa chang, loy, kir bo'lib ketmaydi. Haligi motorimni yuvishim kerak ekan, uni qilishim kerak ekan degan xayollar bo'lmaydi. Orada shunchaki uni ikkita zashitasini yechib, bir qator bitta artib qo'ysalaring bo'ldi. Motorimiz 1.5 turbina bilan jihozlangan, 4 silindrli bo'ladi. 147 ot kuchiga ega. Mana bir daqiqa. Tiggo 7 mashinalarimiz 2025-yilda yangilangan
murda bilan chiqqan, ya'ni oldi yangilangan, orqa murdasi hamda ichidagi ba'zi bir ko'rinishlari yangilangan, chiroylilashgan. Ya'ni 3D ko'rinishga ega oldi oblitsovka. E'tibor berasizlar, oldi oblitsovka o'zida juda ham chiroyli. Hamda matrichskiy LED fara bilan jihozlangan faralari, dalniy blижний faralari bu yoqda bo'lsa, va yerda kunduzgi yoritish chiroqlari hamda tumanga qarshi chiroqlar. Bularni ichcha teparoqqa joylashtirilgan faralari nima sababdan? Chunki bu crossover bemalol oilaviy toqqa yoki bu joyga sayohatga borganlaringda qing'ir qiyshiq yo'llarda tosh uchib, pastda bo'lsa tosh uchib sinishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuni hisobi uchun tepaga joylashtirilgan, mashina o'zi ham kattaligi hisobiga. Faralar dizayniga bitta e'tibor berasizlar. O'zlari ichi zavoddan shunaqa qoraytirilgan, chiroyli bo'lib chiqadi. Lekin bular o'zi shunaqa matrichskiy chiroyli bo'lib chiqqan, полностью LED fara oldi orqa. Balonlarga ham e'tibor beramiz. 18-razmerdagi ikki xil balonlar. Bundan xuddi shunaqa oldi hamda orqasi diskoviy tormoz sistema, ABS, ESP hamda mashinamizda avto hold va undan tashqari avto торможение funksiyasi bor. Ya'ni ko'chada kech payt charchab ketayotgan paytlaringizda it yoki mol chiqib qolsa, o'zi avtomatik to'xtaydi. Mashinani molni yoki itni urib yormaydi, shu tarafdan xavfsizlik o'ylangan. Mashinamizda 5 ключевой достуp bor. Bemalol kalitni mana bu yerga olib, hoji akalarga o'xshab kesalarni ochiladi, uzoqlashsan yopiladi. Ko'rgandan hoji aka yoryaptilar, lekin doriydigan joyi. Salonlarga e'tibor beramiz. Полностью salonlarimiz ham eko-ko'jadan tikilgan bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa oldi hamda orqa sijeniya, rul, oldi laboy, orqa laboy hamda bakoylargacha isitish funksiyasiga ega. Nimaga men isitish funksiyasini aytyapman? Aynan laboydagina, chunki hozir qish kelyapti. Qishda masalan ko'p mashinalar parlanib ketadi, aynaga uydan turib bitta yoqib qo'yasiz mashinani. Sijeniyamizda pamyat sijeniya funksiyasi bor. Bitta положениеga qo'yib qo'yasiz, misol birinchi положение o'ziga moslab qo'yib qo'yasiz. Tushsangiz sekin orqaga jiladi. Siz tushish uchun oson bo'ladi. O'tirganingiz sekin siz qo'ygan положениеga o'zi yaqinlashib, sizga komfort qilib beradi. Misol boshqa odam ham bitta minib ko'rsa o'ziga to'g'irlab olgandan keyin vay desa, kim to'g'irladi, kim tegdi bunga deb o'tirmaysiz. O'zi to'g'irlab beradi sizga moslab. Yana bitta yaxshi tarafi, полностью ko'ja sijeniyalar perforatsiya qilingan. Orqasini ham ko'rishingiz mumkin. Orqasi ham keng, bemalol mana bunday o'tirganda ne'g'ilib. Tepamizda panorama bor. Qishda so'qasiz, abagirevni yoqib qo'yasiz, nazarida issiqda. Bularning yaxshi taraflari, bitta bossangiz o'zi ochiladi. Hozir nima deyapti? Bagajimiz ham o'ta keng. O'ta keng, bemalol 3-4 kishini yuklab olsa bo'ladi lekin. Mana qo'shni toqqa chiqasizda, anaqa veshilkaga kiyimlaringizni yoki bironta produktni ilib qo'yib, sekin mana to'qat qilib, oilaviy gaplashib, ne'g'ilib kech payt bolalar bilan sevinchgani chaqirib o'tirsa bo'laveradi behijolat. Bularning yaxshi tarafi, menga to'g'risi o'zimga yoqadi. Zapaskasini bitta qarang. Zapaskasi o'ziniki, полноразмерный sakadiska bo'ladi. Kichkina bo'lmaydi bulardagi. Bemalol taqib qo'yib ketaverasiz. Kichkina dakatga qo'yib oluvdim, almashtirishim kerak degan xayol bo'lmaydi. Maza qilib ketilaveradi. Yaxshi tarafi, bitta bosasiz, misol bolachalar o'ynayotgan bo'lsa, qo'li kirib ketib qolsa, voy bolam demasizda, shunday o'zi qaytib ketaveradi. Aytishingizdan chiqdi, mashinada 360 kamera bor. Behijolat oldingizdagi, orqangizdagi, yoningizdagi любой narsani ko'rib ketaveradi. Xuddi shunaqa qancha mas'uliyat qolganini real hayotda ko'rsatib beradi. Datchiklarimiz bor mashinada. Mana hisobiga men real hayotda ko'rsatadi deyapman. Misol 360 ligini hisobiga tepadan olib beradi. Orqa ko'rinishiga e'tibor bering. Faralamda splashno yonib beradi-yu. Aytishingizdan chiqibdi, Tigo yozuvlari bemalol. Bularning ham o'zining shuma izolyatsiyasi yaxshi bo'ladi. Buni tan narxi bu ikkinchi paysangiz 344 million 900. Naqdga olsangiz 25 million skitkasi bor. Xuddi o'sha avtokreditga ham bemalol avtokredit, leasing, negodniy avtokredit, рассрочка, перечисление. Hozirgi kunda yangi kelgan shov-shuvli bo'layotgan, anaga shov-shuv tok uz degan kanallarga chiqqan mashina shu bo'ladi. Arizo 8 gibrid mashinasi. Motorda ko'rsataman. Arizo 8 mashinamiz 1.5 litrli turbina motor hamda 1.5 litrli turbina motor hamda elektromotor bilan jihozlangan. Mana qo'lni qo'yapman, operatorimiz qo'ymayman deyapti. Ko'rsating, naqolib keling. Chunki nimaga unaqa deyapti? Meni o'ylayapti-da. Mana bu yerda o'zining nimasi bor, kompyuteri. Buni qo'l bilan ushlash umuman mumkin emas. Mana o'zi ham chizib qo'ygan. 300 dan ortiq ot kuchiga ega, 300 dan ortiq hamda balonlarni крутящий momenti 310 Nm крутящий moment bor.
O'ziniki 18 diametrli ballonlar bilan jihozlangan. Diskalarga bitta vashcha cho'tga chiqqan diskalari. O'ta chiroyli. Saloniga bitta e'tibor beramiz. Marhamat. Va o'tirib ko'ring bitta. Men bu tarafdan chiqib sizga cho'tkani ko'rsataman. Yo'q, funksiyani o'zi yo'q. Pamять сидения. Rul обогрев, ham yo'q обогрев aytganimdek. Bemalol maza qilib, o'qib, bemalol e'tibor beramiz. Haligi bu unaqa germanskiy, bu unaqa xuddi shular bitta hammasi bunday jamlanganda maza qilib dizaynni, ruchkani qarang dizayn. Ruchkani qarang. O'qib yuradigan bo'lyapti. Mashinamiz Sony kompaniyasidan olingan kolonkalar bilan jihozlangan. 10 ta kolonka, bitta subwooferi bor mashina. Mashinamiz panorama tomga ega. Bunda 5 xil rejim bor: eko, normal, sport, elektr hamda aralash sikl. Aralash siklda 1400 km yuradi. 1400. Bunga eng kami 92 yoqilg'i qo'yish kerak. Ba'zi o'zi elektr. Yana bitta funksiyasi bor, mana aytmayapman. Mana bu narsa bor, ko'pchilik o'yladi, nima bu aka deydi. Mashinani havoni tozalash funksiyasi bor. Mana bu bitta e'tibor bersalar, mana Ion deb yozib qo'ygan. Hammanglar yopasizlar, salondagi havoni tozalab beradi. Haligi allergiyasi bor, yosh bolaliklar bo'lsa changga, balabatlarga vashchi havoni bitta tozalab beradi, mazza qilib ketadi. Полностью eko-koja, xuddi aytgandek perforatsiyali, obduf, обогрев, hamma narsasi bor. Yo'q narsani o'zi yo'q, короче. Bagajni qaranglar. Keng, ne tushib olib, ne yotib ham ketilaveradi-da. Mazza qilib. Yopingchi, yoping. Ha. Biz yopib qo'yishdi, ochmay turing. Ne qilamiz, o'zi ochiladi, короче. Hech kim bilmadi, nimaga o'zi ochmanatda funksiyasi bor. Kimdir qulflanib qolsa, bitta bunday qilsa ochiladi. Hech ko'p bilmaydi shekilli, hech kim orqasidan turishiga bitta qaranglar. Sochni faralab e'tibor beramiz bitta tuzilishiga. Bu hozir bilijni, mana bitta dami. Bitta o'sha tumanga qarshi. Ne ketasizda kech payt, ne ketayotib rulni bitta burib olsangiz, fara ham shu tarafga qarab buriladi. Siz yo'nalishingizga dalniyda oqib ketayotgan to'g'rida kelayotgan odam sizni qarg'amaslik uchun shunaqa funksiyasi bor. Ko'zga tushmaydi, ko'zning distansiyasini olib pasaytiradi, ko'zga tushmaslik uchun. Shu o'tib ketgandan keyin yana joyiga ko'tarib qo'yadi. Ani xudo xolasa kelsalaring, manzilimiz Farg'ona shahar, Abdulla Qodiriy ko'chasi 3A da joylashgan. Narxini hozir aytaman. Zakanalda eski Lada Hyundai o'rnida joylashgan. 9 dan 7 gacha dam olish kunsiz ishlaymiz. Mashinani tan narxi 365 million. Hozircha unga hech qanaqa skidkalar berilmadi. Xarid qilish yo'li yoki naqd yoki avtokredit. Undan boshqa yo'li hozircha yo'q. Xush kelibsizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'linglar.